Qadim Arabistonda ilm-u hikmatda benazir Shan degan bir hakim o'zimga o'xshagan biror bilimdon qiz topilmagunicha uylanmayman deb ahd qilgan ekan. Qayliq axtarib mamlakatni kezib chiqsa hamki o'ziga munosib yor topolmabdi. Shu niyatda sarson sargordan yurgan kezlari bir odam unga yo'lga hamroh bo'libdi. Shan undan siz meni ko'tarasizmi yo men sizni ko'taraymi deb so'rabdi. Ajab, betamiz odam ekansiz debdi hamrohi achchiqlanib. O'zim sallamni zo'rg'a ko'tarib yuribman-u, sizni qanaqasiga ko'taraman? Shan indamabdi. Biroz yo'l yurganlaridan keyin barq urib yashnab turgan bir bug'doyzorga yetibdilar. Shan ekinzorga qarab, bu bug'doyzorning donini yeb bo'lishdimikan deb hamrohiga qarabdi. Jinniga o'xshaysiz-a, bug'doyi pishmagan, o'rib olinmay turib qanaqasiga yeb bo'ladi? Shan yana indamabdi. Yana biroz yurganlaridan so'ng tobut ko'tarib ketayotganlarga yo'liqishibdi. Bu odam o'ldimikan yo hali ham tirikmikan deb Shan hamrohidan so'rabdi. Hamrohining battar jahli chiqibdi. Umrim bino bo'lib, sizga o'xshagan ahmoqni endi ko'rishim. Qabristonga ko'tarib olib ketilayotgan o'likni tirikmi yo o'likmi deb so'rashingiz aqlli odamning gapi emas. Iltimos, endi gapirmay jim keting. Gapirsangiz ko'nglim ozib ketyapti. Shunday qilib indamay ketaverishibdi. Manziliga yetishgach, haligi odam musofir mehmon qilib ham savob olay, ham boyagi qo'polligimni ko'ngildan chiqaray deb uyiga taklif qilibdi. Bu odamning husn va malohatga, aql va farosatga tengsiz qizi bor ekan. U otasidan hamrohingiz kim ekan? Yo'lda nimalarni gaplashib keldingiz deb so'rabdi. Ey qizim, bu safar qip-qizil ahmoqqa ro'para kelib qoldim. Ota shunday deb bo'lib o'tgan gaplarni so'zlab beribdi. Uning ko'nglini og'ritib chakki qilibsiz debdi qiz. Siz aytgan so'zlari uning juda katta hakim va zo'r bilimdon ekanidan dalolat beryapti. Birinchi savolning ma'nosi shu: yo'lning zahmatini kamaytirish uchun siz biron narsa so'zlab berasizmi yo men biron narsa aytib beraymi? Bu yerning g'allasini yeb bo'lishdimikan deb bu g'allani ekkan odam biror sudxurdan qarzdor bo'lishi, uning qistovidan tezroq qutulish maqsadida bug'doyni o'rish bilanoq to'g'ri bozorga olib borib sotish mumkin degan ma'noni nazarda tutgan. Mulohaza qilib ko'rilsa, bu hol ekin pishishdan oldinroq yeb ketilgan bo'ladi. Tobutdagi murdani o'likmi yo tirikmi deb so'raganining ma'nosi shu: bu odam o'lganidan keyin yodgorlik sifatida biror farzand yoki shogird qoldirdimikan? Eslashga arzigulik biror xayrli ish qildimikan? Yoxud johil va fosiqligidan o'lishi bilanoq hammaning esidan chiqib ketdimikan? Siz darhol uning huzuriga chiqib uzr so'rang. Aytgan so'zlarni sharhlab bering. Aks holda u sizni ahmoq va johil degan qarorga kelishi mumkin debdi qizi. Shunda ota chiqib qizining aytganlarini bildiribdi. Shan uning sharhini tinglab bo'lgach so'rabdi. Bu sharh sizning tabiatingizga mutlaqo xilof. Yaxshisi, bu so'zlarni kim o'rgatganini ayting. Qizning otasi haqiqatni aytishiga majbur bo'lgach, Shan shunda yillardan beri qidirib yurgan gavharni endi topdim deb suyunib ketibdi. Otasining roziligi bilan qizni nikohiga olib murodiga yetibdi. Rivoyatdan oladigan ibratimiz shuki, kishi o'z holiga, darajasiga qarab har jihatdan o'ziga mos bo'lgan oilaning qiziga uylangani ma'qul. O'zidan yuqori darajadagi qizga uylansa, xotini otasining hashamati va dabdabasiga mag'rur bo'lib erni mensimay qolishi mumkin. Iffatli, hayo nomusli xotin marg'u va maqbul bo'lsa, achchiq tilli hayosiz xotin faqat o'z erining emas, balki xalqning nafratiga sazovor bo'ladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam musulmonning uyi jannat bog'idan bir bog'chadir deganlar.
Bundan ibrat shuki, jannatga o'sgan qiz uylangan erning boshiga baxt qushi qo'nibdi. Ammo baxt qushi qo'nishi uchun uning o'zi ham jannatga o'sgan bo'lishi kerak.